4 xonali uchastkamiz tayyor bo'ldi, lekin men sizlarga bitta bonusini ko'rsatadigan bo'lsam, oshxonamizga bonus qilib beryapmiz. Oshxonaga nima kerak bo'lsin, shu hammasi kuxonniy nabor mebeli, gaz plita kiradigan mashina, холодильник, pilisos, gaz kerak bo'ladigan jihozlar, xullas hamma narsa qilib beryapmiz. Kiniyimga olib kelib buni ko'rsing, xudo xolisa, yoqib qolishi aniq. Общий sanuzelimiz, kichkina katta yotoqxona, orqasida hovlisi bor, kichkina yotoqxona, katta zalimiz bordi. Ko'rgan bo'lsangiz, kattagina holimiz bor, 3 metrlik hol bu. Master spalni o'zining ichida sanuzeli bilan, tashqarida ham sanuzelimiz bor. Ko'rgan bo'lsangiz, holimiz, darvozalar уже bityapti. Xudo xolisa, pastda podvalimiz ham bor. Xudo xolisa, siz kelgunizcha 1-2 kunlik ish qoldi o'zi. 1-2 kunda уже siz kelgunizcha xullas bu podключ tayyor bo'ladi. Joyimiz yuqoricha chiqdi, mana Bardan kulda, katta yo'ldan примерно 7-8 metrcha kirib keldik. Mana hovlisini ko'ring. Bitta mashina bemalol olsangiz, mana bu tapcham qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zini zeleniy zonalariga ega. Mahallamiz ham yaxshi mahallalardan hisoblanadi. Uyimiz 100% pishgan qishdan qurilgan. Hamma, ya'ni podushkalari bilan birga. Narxini aytaman, $86,000, xudo xolisa, pastda raqam qoldirdik. Aloqaga chiqsanglar, bu uyimizni ko'rsatamiz. Bu uyga kelib ko'rsangiz yoqib qolishi aniq, xudo xolisa.